To'g'ri aytyapman? Sotib olgan bo'lsang, ko'rsatib olgansan-ki. Bir telefonni 50 marta tekshirib olasizlar bozorga borib qolsa. Bir mashinani tekshirib oldi orqasi yaxshi. Necha bo'l puli? 95 deyman. Men hozir 19.80 ga sotaman, qanday 95 deysan? 80 ga oldim, 81 sotaman. Lekin u polni kraskada, shunisi. 19 mexanika. Necha pul bo'lsa berasan, Shahzodjon? Xafa bo'lmang. 86 million so'radim. Kami qolmadi buni. Kam deb soting. Nimasi kam qoldi? Nimasi? Kam deb soting. Qancha kam qoldi? 2 million qo'shing. 2 million so'm kami bor ekan. 2 O'yin million bilan kami to'ladimi? Ha, to'lmadi, Shahzod. Murat kamsa 86 naqd pulga bering, bo'lmasa otib ketavering mashinani. Baraka bo'lib 86 naqd pulga. 86 naqd pulga. Barakasi, baraka 1 million 2 millionga qaralmaydi savdosi tushgan payti. Ha? Shahzod 88 nima biror nima gapir. Sen qo'lga ishladilar, baraka bo'lsa ishing 87 men sotaman shuni. 87 beraman. Endi 1 million uchun turadi. Endi 1 million uchun turadi. Siz uchun addinni bir kun ajratamiz. Keling, savdo qilamiz. Ya to'g'risi. Iloji bo'lsa dushanba kunlar keling. Sanjob bo'ladi. Sanjobroq bo'ladi. Bir 4 soat vaqt ajratib qo'yaman. Bugun keladi, shu kabul savdo qilaman deyman. dam olishgina yo'q, o'sha kunga qaytamiz. Bolnikidan bo'ladi. Ey, 86 naqd pulni olish kerak edi, bo'ldi 87. Hozir borki, o'zingiz chindigida o'zing kesgan bo'lib qolasan, ukajon. 86 barakang, men o'ynab kulib be. 87 beraman. Ya. Yapana. 87. Qiyin masala deyapti. Sal Iloji yo'q boshqa. juda qiynalgan ana. Bitta kelib qoladi sanda. Bo'ldi 86 bilan 500 bo'ldi agar bermasang xayr. Bo'ldi. Shahzod. To'g'ri tushungan ukajon. Endi borki, buncha pulni olib millioner bo'lib ketasan sen. Agar shunga yetmay qolsa kelsan beraveraman. Bo'ldi 500 ming so'm. 86 bilan 500 o'ynab rozi bo'l faqat. Barakam. Qayergadir yetmay qolsa kelsan beraveraman, gap yo'q. Barakami. Kim olsa aka men 86 million 500 ga oldim. Shu balay hozir pulini beraveraman. Kim olsa 87 million 500 ming so'm bo'lib o'tadi. Ko'rdingmi ukajon, o'zi mashinangga 1 million qo'yaman. Buncha qattiq savdo qilma. Men sendan foydalanadigan joyim yo'q.